Mayli. Assalomu alaykum musofirdagilar. Xomir ovqatni sog'ingan musofirdagi insonlar oddiy mana log'monni suvga qaynatib olib, shunday qaynoq suvni solib qaynatib olib, mana bunday chiqarib olasiz va sovutasiz. Hamma musofirdagilar bu xomir ovqatni uy sharoitida sog'inadi musofirchilikda va 1 kilogramm go'sht bilan 10 ta kartoshkani archib qozonko'p shaklda qilib mana shunday qaynatilib mana qilib suzib olinadi va xomir ovqatni sog'ingan insonlarga, musofirdagilarga shunaqa qilib xohlagan xomir ovqatingizning o'rnini bosadi. Lavha yoqqan bo'lsa, like bossangizlar, albatta davomini yana chiqaramiz. Mana xohlagancha qo'shib yeyish mumkin. Mana musofirdagilar buni uy sharoitini sog'ingan insonlarga, mana mening nomerimda bilganlar, bilmaganlar, bilganlar gapirishi mumkin. Mening 51 yoshdaman, musofirdaman. Musofirdan lo'bay inson mana shu ovqatlarni sog'inib yashaydi, xomir ovqatlar. Lekin xohlagan xomir ovqatning o'rnini bosadi demayman, lekin meni yaratilgan bu musofirdalarning xomir ovqatlarni sog'ingan insonlar uchun yaratilgan taom.